omborxonamiz bo'lgan. Bolaligimizdagi omborxona. Eslayman. Mana shu to'sinlarni qo'yilishida ham hali esimda turibdi. Dadam rahmatli, onam umrlari uzoq bo'lsin, onajonimdi. Akalarim, opalarim, singil opalarim. Mana shu devorlarda o'zimiz urganmiz. Dadam rahmatli, hammamiz oilaviy urganmiz. Mana to'sinlarni qo'yganmiz. Eslayman, hammasini eslayman. Dadam rahmatlining sumkasi. Dadam Sirdaryoga akalarini ko'rgan bo'lganda mana shu sumkani olib ketardilar. Mana yana dadamdan bir esdalik. Hali turibdi mana. Dadam shopir o'tgan. Pirkalatkasi. Mashinani motorini pirkalatkasi. Mana shu yerga ilganlar. Mana hali turibdi. Qanday bo'lsa shunday. Qimirlamay mana. Mana bu asbabam dadamniki. Rahmatli bo'lsin. Bu ham dadamniki. Mana bu temir ham. Mana mashinalarning remini qanday osib qo'ygan bo'lsalar, o'shanday turibdi rahmatliniki. Qo'ydi qaychisi. Qo'ydi jun oladigan qaychi. Dadam rahmatli. Ikkita ekan mana. Rahmatli. Doim qo'ydi junni olib mana shunday qilib salafanga o'rab, chiroyli qilib yog'lab olib qo'yishardilar. Mana hali shunday turibdi. Dadam rahmatli. Mana shu mixlarni hammasini dadam rahmatli qoqqan. Mana. Hozir bundaqa mixlar yo'q. Mana. Ko'tamanaqa katta mixlar. O'zi oq bo'ladi, hozir zanglab qopti. Oq bo'ladi. Mana. Qattiqqina. Hammasini dadam rahmatli qoqqanlar. Ey oxiratlar obod bo'lsin. Sog'indim dadajonimni. Tirikligida qadriga yetish kerak ekanda. Men ham ko'p ahmoqlik qilganman. Aytganlarini qilmaganman, sho'xlik qilganman. Ba'zida yetganman qadrlariga, ba'zida yetmaganman. Mana endi hozir armon. Qariydi bo'lganlar edi hozir. O'rtoq azizlar, ota-onangizni tirikligida qadriga yeting. Keyin menga o'xshab mixlagan mixlarini silab o'tirmang. Sog'inib. Ushlagan to'sinlarini silab o'tirmang menga o'xshab. Qo'llari tekkan kesaklarni silamang menga o'xshab. Tirikliklarida xursand qiling, qadriga yeting. Dadajonlaringizni, onajonlaringizni, aka-uka hammani. Mana hozir biz ham dadamiz, otamiz, nevaramiz bor. Mana shu eshikni ham dadam rahmatli o'z qo'llari bilan yasagan. Bu omborxonamiz bo'lganda bu. Don, har xil narsa saqlardik bu yerda. O'rtalarida ham yog'och bo'lgan.
Mananga o'xshagan. Ukam endi hozir bu yog'ochlarni olib tashlab setga qo'yib qo'yibdi. Bo'pti, tinch bo'linglar.